Keling, bularning nima uchun muqarrar bo'lishini ko'ring. Bizning har birimiz qachonki ishchilar sifatida ishlayapmiz, qanchalik kuchli, aqlli, yaxshi yoki ajoyib bo'lmasin, faqat bir yuz'i o'z sa'y-harakatlaridan foydalanishi mumkin va ko'p pul topishi mumkin emas. Qabul qiling, agar u dam olish kunlari ishlasa ham va dam olmasa, unga o'z o'rnida ish olib boradigan biron bir mexanizm kerak. Agar u tizim yoki shunday bir mexanizmga ega bo'lmasa, u shu holatda ishlashga mahkum. Bu yerda biz tizimning egalari bo'lamiz. Aynan shu tizim, bu millionerlar stoli bizga $32,000 yig'adi. Natijada biz $22,000 olamiz. Bu mening fikrimcha, barqaror ravishda yaxshi yashash va hech narsaga muhtoj bo'lmaslik uchun yetarli. Endi davomida haqiqiy sehr. Biz pul o'rniga yangi imkoniyatlar olamiz. Bu klonlar yangi urug'lar, katta va juda katta pullar ishlab chiqaradigan yangi imkoniyatlardir. Va Tatyana Romanovaning $8,000 reinvestitsiya qilish bo'yicha ajoyib qarori tufayli bu hech qanday bahoga ega emas. Bu sizda cheksiz pul harakati bo'lishini anglatadi. Bir marta ushbu pul mexanizmini ishlab chiqdik va u doimiy ravishda sizga pul chiqaradi. Qanday ajoyib ekanligini ko'ring. Xuddi shunday narsalar bizni moliyaviy erkinlikda ham kutmoqda, faqat raqamlar boshqa. Qarang, bu yerda to'plangan 2 stol bor, ular $16,000 bo'lgan stolga o'tadi. Va bu cheksiz pul bosib chiqarish. $64,000 to'plandi, $51,000 bizga chiqarish uchun. Qo'shimcha ravishda, bu 8,000 yana ushbu stolga qaytadi, ochiladi. Va biz yana hamkorlarimiz bizga yordam berishini kutamiz va biz yana shu moliyaviy cheksiz pul tornadojiga qaytamiz. Biz biznesimizni kengaytiradigan klonlarni olamiz, lekin albatta, mukofotlangan ajoyib turmush tarzini ham. Do'stlar, bilasizmi, bo'sh gaplar bilan chiqmaslik uchun matematikaga murojaat qilaylik. Men buni juda yaxshi ko'raman, chunki matematika mutlaqo aniq fanning hisoblanadi va har joyda bir xil ishlaydi, qayerda bo'lmasin. Bizda Isroilda, Rossiyada yoki boshqa joylarda matematikani isbotlay olmaysiz. Qarang, marketingda kiritilgan quruq raqamlar sizga taqdim etiladi. Agar bir kishi bir biznes joyiga kirsa, bu siklni to'liq o'tib, $75,000 daromad olish imkoniyatiga ega. Ya'ni taxminan emas, bo'lishi mumkin emas, to'g'ridan to'g'ri aniq. Bu raqamlar yolg'on emas. Lekin bundan tashqari, o'z harakatlarimizni kengaytirish imkoniyatimiz bor. Qachonki bizning tizimimiz ko'plarni ishlab chiqarsa, bu 10 baravar ko'p bo'ladi. Qarang, har bir odam uchun qanday daromad bo'lishi mumkin. Ammo odamlar tajribaga ega bo'lganda, umuman olganda, ishtahasi ovqatlanish vaqtida keladi, hamma bu juda ajoyib ekanligini tushunadi. Hamma allaqachon barcha biznes joylarini sotib olib qo'ygan va men hech kimni bilmayman, kimki bitta joy bilan yolg'iz davom etsa, 2, 3, 4 joy sotib olish uchun shoshilmasin, tez harakat qilish va ko'proq pul topish imkoniyatiga ega bo'lish uchun. Shunday qilib, do'stlar, biz nima bilan shug'ullanyapmiz? Keling, umumlashtiramiz. Bizda doimiy ravishda aylanayotgan 3 ta mustaqil orbit bor. Moliyaviy xavfsizlik bizga doimiy, cheksiz kichik, lekin juda zaruriy pullarni, $306 ishlab olish imkonini beradi. Bu esa bizga shu xavfsizlikni his qilishimizga yordam beradi, stressda yashamaslikka imkon beradi. Moliyaviy barqarorlik bizni butunlay boshqa hayot darajasiga olib chiqadi. $22,000, ta'kidlash joizki, faqat bitta millionlik stol bilan $8,000. Kichik pullarni men umuman hisobga olmabman, bu ma'noga ega emas. Va moliyaviy erkinlik. Siz qarang, bu biznes g'oyasini tushungan va unga yopishganlar uchun qanday imkoniyatlar bor. Faoliyatimiz xuddi crowdfunding yoki o'zaro moliyalash deb ataladi. Bu o'zaro yordam kassalari kabi, odamlar bir-birlariga yordam berishardi. Bugungi kunda yangi texnologiyalar tufayli yangi daromad olish usuli paydo bo'ldi. Bu qanday yaxshi? Bu yopiq tizim bo'lib, pullarga joy yo'q. Robot sizga ushbu pullarni qaytarishi shart. Sizning siklingiz to'lgandi, hujra yopildi, siz bu pullarni oldingiz. Oddiy algoritmlar, jamg'arma, mablag'larni chiqarish, qayta investitsiya. Va bu stolning ichida, ushbu matritsada joylashgan odamlar navbatma-navbat pul yig'adilar va oladilar. Yana eslatib o'taman, kompaniya bu yerda hech narsa yutmaydi. Tatyana Romanova bu hamkorlardan biri, faqat marketing orqali daromad oladi, faqat marketing orqali.
Boshqa tarmoq kompaniyalaridan farqli o'laroq, sizga 50-60 tarmoq taklif etilmaydi. Bu yerda kompaniya daromad qilmaydi. Bu yerda pullar faqat insonlardan insonlarga o'tadi.